4-cü qism. Etrapdaki bizni tonimaydigan bir necha odam kelib, mening qo'ltiqimdan yo'lab turg'izib, tasalli beryotdi. Shu chaqda jiddiy qutqizish bo'limining eshigidan bir doktor chiqib, meni chaqirdi. Men o'rnimdan turib bo'lguncha, endi sing'illarim oldirashqincha doktorning oldiga berib bo'ldi. Men tez qadamlar bilan ularning qishig'i bordim. Doktor bizga bir qo'rib qarab etgandan keyin bemorning yaqin tuqini qaysinglar deb so'radi. Men yoshlarimni surtgach, hammamiz bemorning farzandlari dedim. Doktor qo'limdan yetliginicha jiddiy qutqizish bo'limining ichidagi bir ishxonaga kirib so'zlashga boshladi. Onangizning ahvoli bekli og'ir. Mangsiga og'ir darajada qon tushibdi. Bizmo bor kuchimiz bilan davolayapmiz. Lekin aniq saqayib ketadi deb jazmlashtirmayman. Agar onanglarni qaytirib ketib, yaxshi beqib olayli desanglarmi bo'ladi. Yoki iqtisodga chiqish olsanglar, davolatib baqsanglar bo'ladi. O'zinglarning ixtiyori. Lekin shunimi deb qo'yay. Jiddiy qutqizish bo'limining bir kunligi 15 ming yuan atrofida bo'layotdi. Qolganini o'zinglar maslahatlashib bir amal qilinglar. Doktor shu gaplarni deb yenimdan chiqib ketdi. Bundoq kun hech qanday odamning beshig'i kelmasin. Shu o'rnimda qanchalik yig'lab o'tirganimni bilmayman. Bir vaqtda sestra qiz kirib, sirtqa chiqib yig'lang deb meni chiqarib. Endi sing'illarim sirtqa chiqishim bilanla chiroyimga qarab bir ishlarni tushundi bo'lg'ay. Ön qo'yib yig'ilgancha mendan savol so'rashga boshladi. Men yig'idan o'zimni tasti to'xtatib, doktorning degan gaplarini fikrlarimga so'zlab berdim. Muxtar bu gaplarimni anglab, onamni cho'qim davolabsa qaytamiz. Men hozirli berib pul tepib kelaman. Deginicha jiddiy qutqizish eshigidan yuguribla chiqib ketdi. Men ikki singlimni bag'rimga besib, ko'z yosh qilib tursam, jiddiy qutqizish bo'limidan bir sestra bizni chaqirdi. Ananglarning qishig'i kirib ko'rsanglar bo'ladi. Bu gapni olib üçümüz yugurgan peti onamning qishig'i kirdik. Ikki singlim onamga o'zini etib bo'qildab yig'lab ketdi. Men nima qilishimni bilmay, onamning sunib ketgan qo'liga qaradim. Bechor onamning shu qo'li teximi ishib ko'kib ketibdi. Men karvatning yendidila yugurib o'tirib, onamning sunib ketgan qo'llariga so'yib, ezilib yig'lab ketdim. Shu hamon xiyolimga men uydan chiqib ketgan vaqtlarda onamning meni izlab qorong'u ko'chalarda tamtirab yurgan. Necha qitim to'rxonada tunab o'ltirsam, onamning tuyuqsiz paydo bo'lib, 'Ana, nima qilishimni bilmay, onamning sunib ketgan qo'liga qaradim. Men nima qilishimni bilmay, onamning
Manga balam, öyge ketayli. Dese, onamni silkivitip, öyge qaytqılı onamay. Anam o yenimde öğre turup men bilen tang tünigenlerini cemiyetki eski ballar bilen arlaşmang balam dep nasiyat kılsa anam varqırap çarqırap çınıqacılarını çaqqınım yadımga geldi. Men özümni paqatla tutup alanmay öksüp yığılganımca ornumdan turup oduldaki tamga netçini üsürettim. Şu çağda oyak meyip yürgen doktor sestralar düştün kelip meni tutup aldı. Etrafımdaki adamlardan tesellileri hiç bir kulukumga kirmeydi. Bütün avazımni koyup yığılap atıttım. Peşanem yerilip, peşanemden çıkan kan bütün yüzlerimni boyup etken idi. Şu çağda kara degендek bo'ldi. Şu çağda anamның çırayıga qaradım. Anam saq qo'lini manga sunib, pes ovozda bir nimalarni devatdi. Men anamның qeshiga yugurib kelib, "Meni kechiring ana. Jenim ana, meni kechiring. Mendan rozi bo'ling ana." deb bütün ovozimni qo'yib yig'lab, anamның qo'llariga so'ydim. Shu chaqda nurg'ulgan doktor sestralar anamның etrafta pervanedek çögülep, bizni ittirip digidek sırtqı çıkarıp etti. Aradan uzun ötmey bir doktor çıkıp gülümsirgenice. "Mübarek bolsun inim. Ezelden körülüp bakmagan müjizini bugün gördüm. Etigenden beri nefes ilişimi kıynavatkan ananglar hazır xeyli yaxşı bo'lib qoldi. Men azaldan bundaq ishni ko'rib bakmagan. Rastilla taliyinglar bor ekan ukalarım. Hazır ananglarni tekshirishga elib chiqamiz. Juring, siz beshingizni tangdirib oling." Doktor şundaq deb bir sestrani chaqirib mening peshonamni tengib qo'yishga buyurdi. Men xo'shallikda yenimdiki ikki singlimni quchoqlab, xo'shallik yoshlarini to'kib atatdim. Bir sestra meni chaqirib, ayrim bir uyga akirib, peshonamni doki bilan tengib qo'ydi. Peshonamni tangdirib sirtqa chiqishim bilanla jiddiy qutqizish bo'limidan bir necha doktor onamning karvatini ishtirib sirtqa chiqdi. Biz yuguribla onamning qeshiga keldik. Onam menga qarab kulimsirab yotdi. Bechora onamning ko'zlariga qarab yig'idan o'zimni tutib qola olmadim. Biz doktorlarga yordamlashib, onamni ikkinchi qavatdagi salomatlik tekshirish bo'limiga elib chiqdik. Uzun o'tmay tekshirishlarimiz tugadi. Doktorlarning deyishicha, onamning mangsiga qon tushgan bo'lsa-mu, lekin hozir xeyli yaxshi ekan. Agar yaxshi davolanib, yaxshi kutinsalar, salomatligi tezla asli keldigan. Bu gaplarni anglab, men bekli xo'sh bo'lib ketdim.
tekshirishlar tugagandan keyin onamni boshqa bo'limga yo'tkadi. Bu bo'limda biz onamning qishga ixtiyorimiz bo'yicha kirib chiqsak bo'laverdi ekan. Biz 3 qarindosh onamning put-qo'llarini tutib yuzlariga so'yib o'ltirdik. Shu chaqda enim Muxtardan telefon keldi. Men enimning oldiga chiqdim. Muxtarning qo'lida qora xaltada pul turibdi. Men buncha jiq pulni nereden topganiga hayron bo'lib, uningdan so'radim. Ukam, bu pullarni nereden topding? Uylarni setib etmagansan, ha? Yo'q, ay. Bu pullar onam dadamlar qon terini to'kib, bizning keyinchi yaxshi kun ko'rishimiz uchun yig'ib qo'ygan pullar ekan. Sening holing shu bo'lgandan keyin uyning kirim chiqim ahvolini bilmaysan-da, albatta. Shunga bankaga chiqib, o'zim ep keldim. U shundoq deb tez qadamlar bilan balnis tarafga qarab mangdi. Enimning bu gapidan bekli xijil bo'ldim. Men mo tezla enimga yetishib olib, Muxtarni boshlab, onam yotgan yotoqqa kirdim. Muxtar onamga o'zini itib, yurakni azgudek yig'lab ketdi. Biz Muxtarga egishib, 1 soatga yaqin ko'z ish qildik. Eni sing'illarim maktabdan ruxsat so'rab, men bilan tang onamga qaradi. Oradan 10 kun o'tib, onamning salomatligimi xeyli yaxshi bo'lib qoldi. Muxtar ishkimiz onamni sing'illarimizga topshirib uyga qaytdik. 10 kun jarayonida Muxtar pat-pat uyga kelib, mal chorvalarning qo'rsqini to'yg'izib qo'ygan bo'lsa-mu, qotandagi qo'y kalalar o'g'riqlab, bir teri bir ustixon bo'lib qopti. Qotandagi bu mallar qarab, bekla ichim og'irdi. Men Muxtarga qarab, ukam, mallar bek o'g'riqlab ketibdi. Apamning qishida vaqtingda urug' tuqqanlarga taplab qo'ysang bo'lmamdi. Mallarga o't serib beringlar deb. Tova, aqlga sig'maydigan gapni qilmag'ina aka. Men urug' tuqqanlarning biz uyda yo'q vaqtda mallarga choshqan dorsi berib o'ltirib etmadiga xush bo'lyapman hozir. Necha vaqtdan beri sen sirtda o'ynab yurib, uyda nemishlarning bo'lganini bilmaysan aka. Dadamning bir qo'rsoq qarindoshlari bizning ustimizdan arz qilib, dadam hodisa uchirganda bizga bergan to'lam haqqini bizga tang bo'lishib bermadi deb barmagan yeri qolmadi. Ularning qilib yurgan ishlarini bilgan yurt cho'nglari dadamning qarindoshlarini yig'ib, "Hay balalar, sizlarmi odammi? Akanglarning balalari ushshaq tursa, sizlar akanglarning balalariga hesdoshlik qilishdi yo'q, ularning mal dunyosini qo'yib yuryotamsizlar. Akanglar xeyli o'g'il baldachiligi bor erkakdek odam edi. Lekin sizlar bekmo nomussiz ekansizlar.